Nimaga 80% savdo xodimlari sotuvchi emas? Sizga bir achchiq haqiqatni aytaman. Sotuvchilarning 80% sotmaydi yoki aksariyat savdo xodimlari sotuvchi emas, balki price tashuvchi, ya'ni почтальон. Tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkinki, ko'pchilik savdo jamoasi asosiy muammosi ular buyurtma yig'ish va haqiqiy savdoni farqiga borishmaydi. Sotuvchi do'konga kelib, "Nima olasiz?" deb so'raydi. Shu ham savdomi? Buni man mavjud talabni qondirish xizmatidan boshqa narsa deya olmayman. Miller Heyman Group bu B2B savdo va mijozlarga xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirishga ixtisoslashgan yetakchi xalqaro konsalting va trening kompaniyasi. Unda bir bo'lim CSO Insight. Bu Miller Heyman Group kompaniyasining B2B savdo tadqiqotlariga ixtisoslashgan. U savdo jamoasining unumdorligini oshirish va savdoni qo'llab-quvvatlash dasturlarini amalga oshirish uchun tahlillar, ko'rsatkichlar, strategiyalarni o'rganib chiqadi. CSO Insight tadqiqotiga ko'ra, sotuvchilarning taxminan 53% doimiy ravishda savdo planlarini bajarishadi xolos. O'zbekistonda bu ko'rsatkich bundan ham past. Birinchisi, sotuvchilar ehtiyojlarini qanday aniqlashni bilishmaydi. Ular darhol mahsulot ro'yxatini taqdim qilishadi, lekin kuchli sotuvchilar avval o'rganishadi. Shu savdo nuqtasida nima yaxshi sotiladi yoki sotilmaydi? Bu savdo nuqtasi pulni qayerda yo'qotmoqda? Qanday yaxshi taklif berishi mumkin degan savollar bilan fikrlay boshlaydi. Ikkinchisi, ular atkazdan qo'rqishadi. Ko'pgina sotuvchilar psixologik jihatdan sotishdan qochishadi. Shuning uchun ular xavfsiz ssenariy bo'yicha ishlaydi. Sizga nima kerak? Qancha yozishim kerak? Bo'ldi. Shu yerda ishim tugaydi. Mashg'ulotlarning yetishmasligi bu uchinchisi. Ko'pgina kompaniyalarda treninglar quyidagicha, trening deganda ham quyidagicha ko'rinadi. Mana marshrut, mana katalog, davay, gazni bosing. Sotuvchilar o'qimasdan shunchaki почтальонga aylanib qolishadi. Chunki savdo bu o'rganishni talab qiladigan mahorat. To'rtinchisi, supervizorlarning o'zlari qanday sotishni bilishmaydi. Bu O'zbekiston bozori uchun juda og'riqli nuqta. Ko'pincha supervizor territoriyada yurmaydi, o'rgatmaydi, o'rnak bo'la olmaydi, liderlikni amallab eplay olmaydi va albatta uning jamoasining natijalari pasayib ketadi. Va beshinchisi, savdo tizimi yo'q. Skriptlar, vizit standartlari, SKU bo'yicha KPI'lar, aktiv savdoni nazorati umuman yo'q. Oxir-oqibat natija ham boriga baraka bo'lib qoladi. Distributsiyada yetakchilar qatoriga qo'shilish uchun oddiy model Pro. Problem, ya'ni muammoni nuqtasini topish kerak. Ikkinchisi recommendation, tavsiya, yechim taklif qilish kerak va offer, taklif, muayyan o'zida bor mahsulotni taklif berishingiz kerak bo'ladi. Misol keltiraman. Siz taqqoslab ko'ring, mana shu joyda pechenye olasizmi deb agent kiradi va ikkinchisi, sizda kassani oldida kichik formatda pechenyelar yaxshi sotilar ekan. Bizda yangi chiqqan va trendga kirayotgan mahsulotimiz bor. Shuni mana bu joyga qo'ysak, impulsiv savdoyingizni yana ham oshirib beradi. Mana buni sotuv taklif desak bo'ladi, to'g'rimi yoki yo'qmi? Qiziqarli fakt aytaman. Eng yaxshi B2B sotuvchilari mijozga ko'proq aniqlik kirituvchi savollar berishadi. Qissadan hissa ko'pgina savdo vakillari quyidagi sabablarga ko'ra sota olmaydilar. Ular o'qitilmagan, ular nazorat qilinmaydi, ularda tizim yo'q. Kuchli distributsiyaning asosiy qoidasi, savdo vakili mijozga g'oyalarni olib kelish kerak. Shunchaki mahsulot ro'yxatini emas. Sizning korxonangizda sotuv jarayoni qanday yo'lga qo'yilgan? Kommentda fikringizni kutib qolaman.